Aziz vatan, har bir qarish tuprog'i uchun gece kunduz Assalomu alaykum aziz yoshlar. Orzularga nimmonim, yangi O'zbekistonning kelajagi buyuk avlodlari barchangizga bayram muborak bo'lsin. Bugun 30-iyun sanasi va bu sana ko'p yillardan buyon mamlakatimizda yoshlar kuni sifatida keng tantana qilib kelinmoqda va bu an'ana bu yil ham davom etyapti. Butun respublikamizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham yoshlar kuni ko'tarinki kayfiyatda, ko'tarinki ruhiyatda yoshlarimizning faolligi ostida o'tkazilmoqda. Demak, barchaga yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Xorazm yoshlari, qarsanglarni guldirosini chalamiz. Aziz hamyurtlar, bugun ham sizlar uchun ajoyib konsert dasturi tashkillashtirilgan va barchangiz mana shu konsertni guvohi bo'lishga tayyormisiz? Bilagida kuch va har bir harakatda azmu shijoat jo'sh urgan yigitlarimiz, bilim va odobda, aql zakovatda tengsiz qizlarimizni ko'rib, har qanday xalq, har qanday davlat bizga havas qilsa arziydi albatta. Butun dunyoni kim lol qoldiradi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar. Men sizlarga ishonaman. Uchinchi Renessans poydevorini sizlar qo'yasizlar. Sizlarda imkoniyatlar juda katta. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek bilim xazinasini yoshlikda to'pla. Chindan ham ilm va ma'rifat bilan qurollangan vatanparvar xalq har qanday sinovlardan munosib o'ta oladi. Ishonchim komil. Sizlar barcha sohalarda mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarishga qodirsiz. Sizlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz. Share that again.